Hozirgi kunda eng dolzarb mavzulardan bittasi bo'lgan so'rilar, qaylardadir tapchan deyiladi. Mana shularni Xudo xolasa shu bugungi videorolikda narx-navosini chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Materiallar hammasi sasnadan bo'ladi deyishyapti. Mana orasidagi mana pollari o'sha zamokli pollardan bo'lar ekan, Xudo xolasa sifatiga javob beriladi deyaptilar. Namangan bo'ylab dastavkasi ichida bo'lar ekan. Qolgan joylarda Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkasini kelishilgan holda qilib beraveramiz. Nuriddin aka, bular qanchadan bo'lyapti narxi, razmerlari? Razmerlarimiz 270 ga 210 shulardiki. Ularning narxlari 2.800.000 kam bor. Namangan bo'ylab kelishilgan holda Namangan bo'ylab dastavkalari bor. Ichida bo'ladi, o'sha ichida dastavkasi. Aha. Xo'p, bularimizda razmeri 270 ga 210. 270, aha. Namangan bo'ylab dastavkalari bor. 2,5 million kami bor bularimizda. 2,5 million. 2,5 million kami bor. Kelishib, yana o'sha kelishilgan summani dastavka tushirib bor dastavkalar. Mabodo vodiy bo'ylab yoki bo'lmasa O'zbekiston bo'ylabchi. Vodiy bo'ylab bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holda dastavkalarni kelishtirib dastavka qilib beramiz. Chiroyli qilib berasiz, Xudo xolasa biz oldin xohlasa. Aynan mana shu fasonchi, kel yaqinroqdan ko'rsat mana ularni. Javlonbek. Aynan mana shu fasonnichi, nechiga necha razmeri? Shularimiz 270 ga 210, 2.800.000 Namangan bo'ylab dastavkalari bor. Dastavka qilib beramiz. Xo'p, ularımızda razmerlarimiz 280 ga 230. Bu ancha balandroq ekan, nargilardan ko'ra. Bular ozgina balandroq podiomi, razmeri ham katta. Xo'p, narxlari 3 million kami bor. Bularda ham dastavkalari bor Namangan bo'ylab. Dastavka qilib beramiz. Zo'r. Zo'r ekan. Xo'p, Xudo xolasa, bularda boshqacha fasonlari ham bor-a? Bor, boshqa fasonlardan qilib berilaveradi. Yana mabodo qaylardan. Razmerlarini qilib berilaveradi. Mana bunisi bu вообще boshqacha, bu shoxonami bir bola. Ularda shoxona deyiladi. Ularning razmeri 290 ga 240. Vagonka taxtalar. Hop, qaylardadir zamokli deydi, qaylardadir vagonkali deydi. O'sha taxtalar sasna rossiyskiy taxta. Garantiyasini beriladi hammasini. Bo'ldi, qarang, hozir men ayrim joylarda ko'rib qoldim-da, masalan, internetlarda. Mana oldini ikkala tomondan to'siq qilib turib, o'rtadan tushib chiqadigan xotlar qilib berilyapti. Shunaqa ham qilib beraverasiz. Qilib berilaveradi. Zakazga qarab, kelishilgan holda qilib berilaveradi. Xohlagan variantini qilib berilaveradi, istalgan variantini. Bular nech puldan to'g'ri keladi masalan? Xo'p, bularimizni 4,5 million, bularda 4 million 300 ming kami bor bularda. 4 million 300 ming kamaytirib beramiz, kelishilgan holda. Xudo xolasa bo'ldi. Mana ularchi. Xo'p, tepasidagi razmeri 270 ga 210. Xo'p. Xo'p, pullari 2,5 million kam bor ularimizda. 2,5 million kelishgan. Tagidagina 2 million 700 ming kam bor, 270 ga 210 gullilar, lola gulli deyiladi. 270 ga 210 ularimiz razmeri. Zo'r. Akalarimiz Xudo xolasa birinchi qo'l aloqaga chiqaverasizlar. Balki olib sotar bir narsa emas. Mana hozir sexlarni kirib, sexlarni ham ko'rsatamiz ichkaridan. Birinchi qo'l bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi sasna, hamma mana pollari ham zamoklidan o'sha eng mustahkamlardan bo'ladi. Xudo xolasa uyaltirmaydi. Haliga qarang, mabodo endi baribir ehtiyotkorliksiz, masalan, ehtiyot mak bo'lib qoldi. Mayli, qarang. Suvi tegib qoldi deylik. Haliga bo'lib qoladi. Yomg'ir-pamg'irda bir bola bo'lmaydi, Xudo. Yo'q, u yomg'irga, optoga garantiyasini beriladi. Xudo xolasa. Iloji boricha uni pana joylarga qo'yiladi-ku. Zo'r. Bu qanchaga to'g'ri keladi? Bu sal ham yonboproqmi bu? Bunisi 2.600.000 kam bor. 270 ga 210. Eng arzon mana ekan, eng arzoni shularimiz hozirgi. 2,5 million kelishlar. Hop. Qarang, birinchi qo'l ichkarida sexlarni ham ko'rsatamiz. Kelavering uzmasdan. Akalarimizda kelaver, Javlon. Sexda hozir mebellari bor sexda hozir. Hop. Mabodo mana ta'mirlagani keldi deyapsiz bu. Mabodo ta'mirlab berish xizmatlari ham bor. Bor. Aytaylik, mabodo meni so'rim oluvdim, bir 3-4 yil oldin yoki bo'lmasa sinib qolgan, murojaat qilsak, ta'mirlab beraverasiz. Bu zo'r ekan. U olib kelib berishadimi? Masalan, mana singan so'rlarga o'zlaring olib kelaveramiz. O'zlaring olib kelaverasizlar. Mana mashina. Hop. Mana seximiz. Xudo xolasa o'zlari tayyorlab berishadi. Birinchi qo'l, hali hech qanaqa bir ikkinchi qo'l bundan foydalanish emas. Menimcha boshqa joylardan arzon bo'lishi kerak. Xudo xolasa chiroyli arzon qilib beramiz. Xudo xolasa bo'ldi. Akaxonning nomerlarini aloqaga qoldiramiz. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Olchin qishlog'iga keldik. Olchinda, Xo'p, to'g'ri. Nuriddin aka nomerlarini qoldiramiz. O'zlari chiqqani rosa xijolat qildilar. Ukaxon nargi safarlar Xudo xolasa yoramiz deyaptilar aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Sizni kanalingizdan chiqsa, o'tib beramiz. O'shani endi aytmoqchi edim. 100 ming, 200 ming, 100 ga qaramay, sizni kanalingizdan, imini sizni kanalingizdan obuna bo'lib, podpis bo'lib chiqsa, sizni kanalingizdan o'tib beramiz. Mana shunaqa Xudo xolasa chiroyli eng foydali kanal deb o'ylaymiz. Endi yana vallohi. Mebellarda ham o'sha hammasidan bor, turidan bor.
Xudo xolasa. Bo'ldi. Kanalda mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib kuzatib turinglar. Bir-biridan chiroyli videolarni qo'yib boryapmiz. Xohlagan turdagi, ya'ni xohlagan fasoningizdagi so'rlarni ham yasab beraveradilar akamiz. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar.